videoni ko'rsanglar bo'ladi. Demak, bizda ikkinchi mavzu poliploid mavzusi. Xo'p, poliploidani bilamiz. Ikkiga bo'linadi. Bular poliploidiya, demak, aniploidiya bilan keyin aniploidiya va avtopoliploidiya. Yo'q, uzr, adashib ketdim. Aniploidiya bilan aytdi, yo'lni ko'tarib qoldi. Aniploidiya, poliploidiya. Yo'q, qaranglar, ne narsa bor. Tushuncha berib ketgan o'zgaruvchanlik haqida. Mana, genom mutatsiyalari ikki turga bo'linadi. Birinchi turlari poliploidiya turi bilan boradiganlar. Ikkinchi turlari aniploidiya degan turi bor. Poliploidiyaning ikki xil turi bor. Avtopoliploidiya avtopoliploidiya. Esa imloviy xatolik deyapti, ma'zur tutasizlar tez yozgan vaqtda. Keyingisi allopoliploidiya. Mana shunday ikkita turi bor. Poliploidiya degani bu organizmning xromosomalar sonini gaploid to'plamiga nisbatan karrali ortishi. Aniploidiya esa organizmning diploid to'plamini, organizmning xromosoma to'plamini bitta ikkitaga ko'payishi yoki bitta ikkitaga kamayishi. Masalan, 2n organizm 3n yoki bo'lmasam 4n yoki 5n va hokazo holatda bo'lib qolsa, bu poliploidiya deyiladi. Bunda organizmning xromosomalar to'plami gaploid to'plamiga nisbatan 1 karra, 3 karra, 4 karra, 1 karra, 2 karra yoki 5 karra, 2,5 karra ortdi deb ketiladi. 2n dan 3n ga o'tsa 1,5 marta ortgan bo'ladi ekan. To'g'rimi? 1,5 marta ortdi, 2 marta ortdi, 2,5 marta ortdi gaploid to'plamiga nisbatan deyiladi. Gaploid to'plamiga nisbatan karrali ortadi, masalan. Masalan, g'o'zani oladigan bo'lsa, 26 bo'ladigan bo'lsa, g'o'zani endi triploid bu endospermasida bo'ladi, masalan, triploid turi bo'ladigan bo'lsa, endi biz kitoblarimizda bermagan 39 ta bo'ldi. Ya'ni 13 taga ortdi. Masalan, gaploid to'plami 13 edi, 13 taga ortdi. 4n bo'lsa 52 bo'ladi. 5n bo'lsa, tak 65 bo'ladi. Mana gaploid to'plamiga nisbatan karrali holatda ortish kuzatilyapti. Aniploidiyada esa bitta ikkitaga ortadi, bitta ikkitaga kamayadi. Mabodo 2n plus 1 bo'ladigan bo'lsa, buni biz trisomiya deymiz. 2n plus 2 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkitaga ortsa, ikkitaga atiga tetrasomiya deymiz. Agar 2n bittaga kamaysa, bu monosomiya deyiladi. Agar 2n minus 2 bo'ladigan bo'lsa, bu nullisomiya deyiladi. Ya'ni bir vaqt o'ziga birdaniga ikkitaga kamaygan holat bo'ladi. Masalan, trisomiya, monosomiyaga misollar bor. Masalan, trisomiyaga misol qilib Down sindromi, keyin Klinefelter sindromi kabilarni biz misol qilib keltirishimiz mumkin bemalol. Monosomiyaga misol qilib Shereshevskiy-Terner sindromini olsak bo'ladi, masalan. Bitta kamaygan holatini. Mana Down bilan Klinefelterda diploid to'plam 30 ta bo'lib qoladi. Shereshevskiyda 45 ta bo'lib qoladi-yu. Keyin o'sha tabiiy abort olgan bo'ladi. O'limga olib keladigan monosomiya kasalligi qaysi desa, tabiiy abort. O'sha stabillashtirish tanlanish mavzusida o'tganmiz-ku. Shularni olsak bo'ladi. Bugungi hozir milliy sertifikatga tushayotgan masalalar bular haqida emas. Milliy sertifikatga tushayotgan masalalar bular poliploidiyani avtopoliploidiya turi haqida. Avtopoliploidiya bu bir turga mansub organizmlarni o'z tanasida boradi. Allopoliploidiya esa bu har xil turga mansub organizmlarni chatishmasi hisoblanadi. Masalan, Karpachenko o'sha karam bilan turibni chatishtirganda yangi duraga olganki, mana shu allopoliploidiyaga misol bo'ladi. Hozir milliy sertifikatga tushayotgan, trendga aylangan masalalar bular avtopoliploidiya masalalari. Avtopoliploidiya ikkiga bo'linadi. Muvozanatli va muvozanatsiz.
Agar gaploid to'plamiga nisbatan juft sonda ortish bo'lsa, masalan, 2n bo'ladi, 4n bo'ladi, 6n bo'ladi, 8n bo'ladi. Juft sonda ortish bo'lsa, bu muvozanatli bo'ladi. Top sonda ortish bo'lsa, masalan, 3n, 5n, 7n, 9n holatda bo'lsa, bu muvozanatsiz bo'ladi. Bizga tushayotgan masala bu o'sha demak poliploidani, avtopoliploidani muvozanatli turi bo'yicha masalalar tushyapti, genetika bilan bog'liq holda. Qisqacha mana genom mutatsiyalari bilan tanishdik. Endi kelinglar masalaga o'tamiz. Xo'p, masala qanday bo'lyapti? Qarang. Bizda masalan, bunday o'simligimiz bor. Bu qanaqadir mutatsiya tufayli diploid holatdan tetraploid holatga o'tib qoldi. Ya'ni 2n edi. Endi 2n emas, 4n bo'lib qoldi, tetraploid bo'lib qoldi. Shu organizmdan endi o'zi bilan o'zini chatishtir deyapti. Masalan, mana o'zi bilan o'zini chatishtirasan deyapti. Bu o'sha yanvar oyida tushgan milliy sertifikatga shunaqa savol tushdi. Chatishtirib, fenot katagini olasan deyapti. Va chiqqan avlodlarni fenotip guruhlar soni, genotip guruhlar sonini aniqlaysan deb shart qo'yapti. Xo'p, qaranglar, masalaga nima qilish kerakligini o'rgataman. Avvalo, milliy sertifikatda to'g'ri chatishtirish kerak buni. Bunday narsa qila olamiz bunday paytda. Tasavvur qiling, gamet olguncha har bitta genni bir-biri bilan tushib chiqishingiz kerak bunday holatda. Gamet olish oson bo'lishi uchun mana bunaqa tasavvur uyg'onsin sizda. Katta A, mana ikkita katta A'ni alohida yozib oldim. Kichkina A deb yozib oldim. Gamet olguncha mana bu bilan buni ham tushiramiz. Keyin bu bilan buni ham tushiramiz. Bu bilan buni ham tushiramiz. Bu bilan buni ham tushiramiz. Shu yerda o'ziga 4 ta gameta bo'ldi, ko'rdingizmi? Ya'ni 4 ta gameta deganim mana bo'lyapti. Katta A kichkina A'dan mana buni o'zidan ikkita chiqyapti. Keyin pastdagisini o'zidan e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita chiqyapti. Shu 4 talasini ham bir xil qilib katta A, kichkina A yozasizda masalada 4 qo'yib katta A, kichkina A deb yozishingiz kerak bo'ladi milliy sertifikatda. Bu birinchi holat. Birinchi turdagi gameta. Endi ikkinchi turdagi gametamiz quyidagicha bo'ladi. Mana bu katta A bilan katta A ni tushiramiz. Birga kichkina A bilan kichkina A ni tushiramiz. Shunda bizda yana bittadan gametalar hosil bo'ladi. Bitta katta A gametasi, bitta kichkina gametasi. Shunda jami hosil bo'lgan gametalarimiz bizda demak, mana bu bittasi, bu bittasi, bu bittasi. Jami 6 xil gameta hosil bo'ladi deb hisoblaymiz. Kelishdiga, ana endi fenot katagiga biz bularni yozishimiz kerak bo'ladi. Fenot katagcha chiza olamiz, bunday qilib. Va birinchi har ikkalasi bir xil organizm bo'lganligi uchun bir xil yozamizda, qaranglar. Milliy sertifikatda gametalarning sonini ham yozishingiz kerak. Bal bermaydi bo'lmasa. Katta A, keyingi holat 4. Katta A, kichkina A holati, 1, kichkina A holati. Mana. Juda ham oson. Alohida qilib qo'yamiz. Bu tarafga ham xuddi shuni o'zini yozamiz, chunki bir xil genotipli bo'lganligi uchun. Mana birinchi holat 4. Katta kichkina, 1, kichkina. Shunda bizda 36 ta jami organizm bo'lishi kerak, hattoki organizmlarni ham genotiplarini yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana bunday ajratib qo'yamiz. Kelinglar endi yozamiz. Demak, 4 ta kattani yozib olamiz. Bu birinchi organizmimiz. Buni sonini yozish uchun gametalar sonini bir-biriga ko'paytiramiz. 1. Keyingisi 4 kara 1 4. 3 ta katta A, bitta kichkina A. Ko'rdingizmi? Mana shuni yozib ketaverasiz. Keyingisi 1 kara 1 1, 2 ta katta A, 2 ta kichkina A. Hech qachon mana bunaqa yozib ketmang. Katta A, kichkina A qilib. Bu yo'q, bu xato bo'ladi bu.
Mana yozish kerak. Katta, katta, kichkina, kichkina. Tushunarli bo'ldimi? Yangilik qilish kerak emas, kerak. Endi pastdagilarni to'g'rilaymiz. 1 kara 4 4. 4 ta katta a'miz, 3 ta katta a, bitta kichkinani yozib qo'yamiz. Keyingisi 4 kara 4 16. 2 ta katta a, 2 ta kichkina a. Mana. Bundan keyingisi 4 kara 1 4, bitta katta a, 3 ta kichkina a. Endi pastdagi qator to'ldiramiz. 1 kara 1 1, katta a, kichkina a, kichkina. 4 kara 1 4, bitta katta a, 3 ta kichkina a. Va oxirgisi 1 1 2 3 4. 4 ta kichkina a'sini yozamiz. Endi kelinglar, umumiy organizmlar bu yerda hozir 36 ta. Mana 36 ta organizm. Bularni bizdan agar endi har xil holatda berishi mumkin. Tasavvur qilaylik, bu Mendelning birinchi qonunidek o'xshab, bitta katta A bo'ladimi, 3 ta katta A bo'ladimi, bir xil fenotip chiqadigan bo'lsa, fenotipik guruhlar soni 2 xil bo'ladi. Fenotipik guruhlar nisbati esa 35 ga 1 bo'ladi. Agar dominant genlarning soni har xil fenotiplarni namoyon qiladi desa, unda 4 ta dominant gen bitta fenotipik guruh, 3 tasi ikkinchi fenotipik guruh, 2 tasi uchinchi fenotipik guruh, 4 tasi bittasi to'rtinchi va hokazo. Shuni sanaysiz bo'ldi. Endi genotipik guruhlar sonini hisoblaymiz. Masalan, mana bu 4 ta dominant katta A'likdan bitta bor bizda. Yanvar oyida tushgan xuddi shunaqa savol bo'lgan. Xuddi shu narsalarni so'ragan. 3 talikdan qarang, 3 talikni topishdik. Mana bu yerda 4 ta bor ekan, pastda yana 4 ta bor, qo'shsangiz 8 ta bo'ladi. Boshqa katta 3 talik yo'q. 8 yozib qo'yamiz. Endi 2 talik topamiz. 2 taliklar ko'proq, 2 taliklar ko'proq. 18 ta ekan 2 taliklar. Keyin bittaliklar 8 ta yana geometrisivlarimiz bitta. Mana bu genotipik guruhlar nisbati bo'ladi bu. Jami bizda 5 xil genotipik guruh bor. Demak bu GGN genotipik guruhlar nisbati bo'lsa, GGSS esa genotipik guruhlar soni degani bu 5 xil bo'ladi degani bu. Mana sizga bu tetraduragay bo'yicha qanday qilib masala ishlash kerakligi haqidagi ma'lumot, hurmatli o'quvchilar. Hozir endi mart oyida tushganini ham sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Mavzu bo'yicha savollar bormi? Tushuntirganim bo'yicha. Kimda savol bor? So'ranglar bemalol. Marhamat. Marhamat. Kimda savollar bor? Nabe? Bu bo'yicha savol yo'qmi? Endi qaranglar, shartni biroz qiyinlashtiramiz. Tasavvur qilaylik, mana shu o'simligimiz. Nimadir? Ovoz yaxshi kelmayapti. Siz efirdasiz deydi-ku. Gapiravering. Mayli. Tak, tasavvur qilaylik, 2n dan 4n ga emas, 6n ga o'tgan bo'lsin, ya'ni bunday holat bo'lsin. Aynan martda tushgan holati. Bunda qanday gameta olasiz deyishingiz mumkin. Bunda ham men o'zimga qulay bo'lishi uchun katta A deb yoza olaman. Keyin yana bitta katta A deb yoza olaman va uchinchisini ham xuddi shunday qilib yoza olaman. 3 ta katta A deb yoza oldim. Ko'rdingizmi? Yoza oldim. Keyin mana bu yerda 3 ta kichkina A deb yoza olaman keyin mana. Birinchi kichkina A, keyin ikkinchi kichkina A, undan keyin uchinchi kichkina A deb yoza olaman. Endi gametalar soflik faraziga ko'ra gametalar soni diploid o'sha demak gametalar soni organizmning genotipidan 2 marta kam bo'lishi kerak. Masalan, mana bu yerda hozir
E'tibor bersangiz 6 ta gen bormi? Demak, gametada 3 ta gen bo'lish kerak. Masalan, mana bu yerda mana 2 ta gen bo'lsa, gametada bitta olamiz-ku. Boyna ham tetraploidga o'tgan vaqtda 2 tadan gen tushirdik-ku, to'g'rimi? Endi mana bu yerda hozir 6 ta gen bo'ladigan bo'lsa, gametasida 3 ta bo'ladi. Shuni hisobga olinglar birinchi to'g'ri ma'lumot chiqarish uchun. Avval organizmga qaraysiz genlarini, shu teng yarmi, ya'ni har bitta gametaga 3 tadan gen tushirishingiz kerak bo'ladi har bittasiga. Masalan, mana bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, mana AAA bo'ladigan bo'lsa, 8 ta gen gametasiga 4 ta gen bo'lishi kerak bo'ladi. Agar mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa, bu 10 ta gametasiga 5 ta gen bo'lishi kerak bo'ladi. Avvalo mana shuni hisobini ola olamiz. Endi mana shunday qilishimiz kerak. Masalan, mana bu katta A birinchi navbatda bu bilan tushiramiz. Ya'ni katta A'larni birinchi chalg'imaslik uchun o'zaro birgalikda tushirib olamiz-da, bitta gamet yasab qo'yamiz mana bu yerdan. Katta. Keyin xuddi shunday qilib kichkina A'larni ham o'zaro bir-biri bilan shunday qilib gametaga tushirib qo'yamiz. Bular boshqa qaytarilmaydi. Shuning uchun bularning yoniga bir raqamlarni qo'yamiz. Endigi qiladigan ishimiz bitta kattani uchiramiz. Mana tushundinglarmi? Bitta kattani uchiramiz. Kichkinalarni ham o'zaro uchirib o'rtadagisini. Birinchi mana bu ikkalasi kombinatsiyasini bu bilan, keyin bu bilan, mana qarang, bu bilan tushirdik, keyin bu bilan tushirdik, keyin bu bilan tushiramiz. Shunda bizda katta A, kichkina A'dan 3 ta hosil bo'ladi birinchisiga. Keyin xuddi shu ishni bu katta A bilan qilamiz. Ya'ni mana bu o'rtadagi aloqani uzamiz, mana bularni ham aloqasini endi bu tushirib bo'ldik-ku, to'g'rimi? Mana tushirib qo'yaylik buni ham, ne qilib tushirib. Endi bu bilan mana buni tushirib, bu bilan keyin mana bu bilan va mana bu bilan tushiramiz. Yana 3 ta xuddi shunaqa holat hosil bo'ladi. Katta A, katta, kichkina. Endi qarang, buni mana mana 3 raqamni qo'yib qo'yaylik chalg'imaslik uchun. Eng qizig'i mana buni bu bilan tushirdik, bu bilan tushirdik, lekin mana buni bu bilan tushirib xuddi shu ishni qilmadik. Endi xuddi shu ishni bu bilan tushirib qilamiz. Yana 3 ta xuddi shunaqa gametani olamiz mana. Jami mana bunaqa gametadan 9 ta hosil bo'lar ekan demak. 9 ta hosil bo'ldi. Endi mana bu 2 taliklarim tugadi. Endi 3 taliklarni navbati. Bittalik katta A'ni navbati demoqchi edim. Bittalik katta A'ni navbati. Qarang, bu qanday bo'ladi? Birinchi mana bu ikkalasining o'rtasida bog'lanish hosil bo'lib tasavvur qiling. Ikkalasi birga keladi. Bu bilan birinchi tushiramiz. Tushundinglarmi? Keyin shu ikkita bog'lanishni bu bilan tushiramiz. Shu ikkita bog'lanishni bu bilan tushiramiz. Shu yerda o'zida katta A, ikkita kichkina A'dan 3 ta hosil bo'ladi. Keyin xuddi shu ishni mana buni tushirib qo'yaylik o'rtadagi aloqani. Mana bu bilan mana buni bog'lab tushiramiz shunaqani. Yana 3 ta hosil bo'ladi. Katta A, kichkinadan 3 ta hosil bo'ladi. Keyin endi bitta joyga e'tibor bergan bo'lsanglar kerak. Mana buni birinchi bu bilan qildik, keyin bu bilan qildik. Lekin biz mana buni mana bu bilan qilmadik. To'g'rimi? Agar buni bu bilan tushirib, uchalasi bilan kombinatsiya qiladigan bo'lsak, yana 3 ta xuddi shunaqa gameta hosil bo'ladi. Demak, bittaliklardan ham ko'rib turibsiz, jami 9 ta gameta hosil bo'lar ekan. Shu bilan shaqa ishimizni yakunlaymiz. Demak, tasavvur qilamiz, o'zi bilan o'zi chatishgan holat bo'lgan bo'lsa, endi kattaga tushiriladi bunday holatda bunday qilib. Gametalar yozilishi kerak.
yana eslatib o'taman, gametani genlarini hisobga to'g'ri olishingiz kerak. Buning uchun organizmga qaraysiz, organizm nechta gen bo'lsa, o'shani yarmicha gen bo'ladi har bitta gametada. Demak, birinchi bir raqamni qo'yib, kattani yozib olamiz. Keyin 9 raqamini qo'yamizda, ikkita katta A, bitta kichkina A. Yana 9 raqamni qo'yib, bitta katta A, ikkita kichkina A. Keyin bir raqamni qo'yib, 3 ta kichkina A ni yozishimiz kerak bo'ladi. Mana yozib oldik, gametalarni orasini o'zini ochamiz. Mana. Xo'p, endi bunisiga ham xuddi shu narsani yozib olamiz, chunki o'zi bilan o'zi chatishtirilgan holat bo'lganligi uchun bir yozamizda 3 ta katta A, keyin 9 yozamizda 2 ta katta A, bitta kichkina A, keyin yana 9 ni yozib bitta katta A, 2 ta kichkina A, keyin bir raqamini yozib, bunday yozib qo'yamiz va endi o'sha tegishli organizmlarni tegishli tartibda to'g'ri nima deydi, yozib chiqishimiz kerak. Bunda albatta organizmlarning yoniga ham sonlarni yozishingiz kerak. Agar sonlarni yozmasangiz ball bermayapti sizga. 1 kira 1 1 6 ta katta A'miz bor. 6 ta kattani birga yozib oldim. 1 kira 9 9, 5 ta katta A, bitta kichkina A'si bor. 1 kira 9 9, 4 ta katta A'si bor, 2 ta kichkina A'si bor. Keyin 1 kira 1 1, 3 ta katta A, 3 ta kichkina A. Xuddi mana shunday tartibda qatorlarni to'ldirib chiqib boraveramiz. Masalan, mana 1 kira 9 9, 1 2 3 4 5, bitta kichkina A. 9 kira 9 81, 1 2 3 4 1 2. 9 kira 9 81 yana 1 2 3 1 2 3. Va oxirida 9 kira 1 9, 1 2, 9 yozamiz. 9 1 2 1 2 3 4. Xuddi shu tartibda to'ldirib chiqasiz. Keyin xuddi boyagi birinchi holatda o'rgatganimdek yozishingiz kerak bo'ladi. Xuddi ana shu tartibda yozsangiz, sizga yaxshi ball beradi bular. Yaxshi ball olib, nasib bo'lsa, yaxshi natija ko'rsatsangiz bo'ladi. Buni endi men o'zlaringizga qoldiraman, o'zlaringiz to'ldirib qo'yasizlar. Endi sizlarga topshiriq bo'ladi. Bu mavzuni tushungan bo'lsanglar, hozir yangi trend chiqqan, ya'niki mana bunday holat bo'lyapti. Mana bunday yozilyapti, chatishyapti. Mana bunday, bunday, bunday. Mana shu holat sizga uyga vazifa bo'ladi. Yechimini ertaga yechim qilib tashlayman. Biologiya savollari Telegram kanalidan bemalol keyin ko'rib, buni ham o'rganib olsanglar bo'ladi. Keyin savol berish, hozir siz har xil rangdan foydalanyapsiz. Sertifikat imtihonida bizda faqat ko'pirchka bo'ladi, adashib ketishimiz mumkin. Osonroq gameta olish o'rgating debdilar. Qaranglar. O'zi shajara usuli bor-da, gameta olishning shajara usuli bor. Shajara usuli endi bunga qo'llab bo'lmaydi. Buni siz butun diqqatingizni jamlab amalga oshirishingiz kerak. Har bitta genni bir-biri bilan tushirib chiqishingiz kerak. Men bu yerda hozir har xil rangdan foydalanganim sababi sizga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib berdim. Tushundinglarmi? Keyin katta A, kichkina o'zaro chatishsa qanday bo'ladi degan ekansiz. Menimcha hozirgi holatda sizga mana bu holatni deb yozgan ekanlar kommentariyaga. O'zaro chatishsa nima bo'ladi? Mana bunaqa holat chiqadi mana. Kelinglar shuni oxirigacha bo'lmasam yakunlab qo'yaylik. Keyin kanalga tashlab qo'yaman. Masalan 9 kira 1 9, 1 2 3 4 1 2. 9 kira 9 81, 1 2 3 1 2 3. 9 kira 9 81, 1 2 1 2 3 4. Keyin 9 kira 1 9, 1 1 2 3 4 5.
Bu tarafda ham xuddi shuni to'ldiramiz. 1 kira 1 1, 1 2 3, 1 2 3. 9 kira 1 9, 1 2, 1 2 3 4. Keyin 9 kira 1 yana 9, 1 1 2 3 4 5. Uzr tomon qurib qoldi. Tak, oxirgisi 1 kira 1 1 6 ta kichkina bo'ladi. Shunda umumiy organizmlarning hisoblari mana bu yerda jami gametalar soni 20 ta, bu yerda 20 ta, 20 kira 20, 400 ta organizm bor deb hisoblaysiz. Sizdan FGS, GGS larni so'raydigan bo'lsa, mana bularning sonlarini qo'shish orqali aniqlab bersangiz bo'ladi. Masalan, bu yerda fenotip guruhlar soni dominant genlarning soni ahamiyatga ega bo'lmagan holatda 399 ga 1 bo'ladi fenotipik guruhlar nisbati. Ikki xil fenotipik guruh chiqadi. Genotip guruhlar soni esa 1 2 3 4. Keyin 5 6 7 xil genotip guruh chiqar ekan. Guruhlarni masalan 6 ta dominant genli, 5 ta dominant genli bitta guruh, 4 tali, 3 tali, 2 tali, 1 tali, 0 tali deb hisoblab, qo'l bilan hisoblasa ham bo'ladi. Bu narsa hech qanaqa formula kerak emas. Hisoblasalar bo'ladi. Keyin qo'shib chiqasiz. Masalan, 6 talidan bitta, 5 talidan 18 ta ekan. 4 talidan 81 ga 18 ni qo'shamiz 99 ta. 3 tali eng ko'p ekan. 81 81 162, 162 ga 2, 164 ta ekan 3 talidan. Keyin mana 2 talidan 9 81, ya'ni 18 81 99 ta ekan. Xo'p, bittalidan 18 ta ekan, bittalidan yana gomozgotoristiv bo'lgan hammalari bitta ekan. Nisbat 1 18 1 18 99 164 yana 99 18 1 bo'ladi nisbat. Genotip guruhlar nisbati bo'ladi. Soni 6 xil bo'ladi. Demak, kelinglar buni ham mana kanalga tashlab qo'yaman, konspekt daftarlaringizga ko'chirib olsanglar bo'ladi. Uyga vazifani ham sizga aytdim qanday qilish kerakligini. Juda ham oson. Mana. Xo'p, yana agar kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kanalgami, gruppagami yozaveringlar. Bu bir kunda o'rganib qolinadigan mavzu emas. Buni 1-2 marta mashq qilish kerak odam. Yangi mavzuda bu. Yangi mavzu bo'lganligi uchun biroz sizni qiynashi mumkin. Birozgina, lekin mustaqil bajaraversangiz o'rganib ketasiz. Yana bir gap, bundan keyin milliy sertifikat imtihoniga endi tetraploidlardan kelmaydi. Keladiganlari mana yangi hozir tushish ehtimoli bo'lgan mana shuna tushish ehtimoli bor. Yoki yana yangi men kutayotgan holat. Masalan, men bunaqa holatni kutyapman misol uchun mana. Yoki o'zi bilan o'zini chatishtirmaydi-da. Hamma qilib berish ehtimoli ham bor. 8 tali bo'ladi-da. Mana o'zi bilan o'zi berilmaydi bunda. O'zi bilan o'zi bersa gametalar olish oson bo'lib qoldi-ki. Har xil genotiplarni berib qo'yish mumkin sizga. Farqi yo'q uni. Mana bu hexaploid holatda 8 genli holat mana bu. Bu yangi kelish ehtimoli bor bunaqani ham. Bundan ham gameta olish oson. Har bitta gametaga 5 tadan gen tushirasiz. Birinchi 4 ta katta A, bitta kichkina A'dan tushirib, bundan 4 ta gameta olasiz. Juda oson bu ham aslida gameta olish. Faqat o'zlaringiz bir urinib ko'rasizlar, qanday gameta olayotgansizlar, o'rgangan bo'lsanglar hozir darsni ko'rib, mana shu sizga uyga vazifa bo'ladi. Qani ozginagina o'zingiz mashq qilib ko'rasiz, keyin ertadan boshlab men sekin bergan topshiriqlarimni, yechimlarini sizlarga men ulashib boraveraman. Hozircha ikkita genotip berdim. Bittasi didroga holatdan, ikkinchisi nima 10 talikda xullas. Yo 8 talik hexaploid holatdan 8 danlikdan beryapman. Savollar bo'lsa marhamat, hammani mikrofoniga razрешение berilgan. Xohlasanglar kommentariyadan yozsanglar ham bo'ladi savollaringizni. Savollar degan bo'limga marhamat, qani kimlarda savollar bor? Marhamat berishlaringiz mumkin savollaringizni bemalol. Kimlarda savollar bor? Qani
Sizlarda savollar bor. Beringlar bemalol. Savollar yo'qmi hech kimda? Mana hammaga mikrofon yoniq. Kimda savol bo'ladigan bo'lsa bersa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bilan chatishtirish kerakmi? Va alaykum assalom. Ha, birinchi gamet olib, sonlari bilan oldim-ki, xuddi shunaqa penni katta chizasiz. Organizmlarni ham genlari bilan yozib, chatishtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyin men kanalga javobini tashlaganimdan keyin tekshirib olasiz. Xatolaringiz bo'lsa, xatolaringiz birdan ko'rinadi. Sizni bilimingizni oshiradi-da, bu o'zi sizda ishlash bo'ladi. Ha, savol javob bo'lmayaptimi? Kanalda savol javob shu vaqtgacha qilmaganmiz, to'g'risi. Lekin agar bundan keyin agar taklif tushadigan bo'lsa, savol javobli chatlarni ham tashkillashtiramiz. Ko'pincha men abituriyentlarga bepul darslar o'tib beraman bu kanalda. Bu meni kanalim, o'zim Shukurjon Himmatqulovman. Yangi qo'shilgansiz kerak, ozgina o'zimni tanishtiray. O'sha biologiyadan, o'sha masalali qismlari bo'ladimi? Shulardan men mavzular o'tib beraman. Abituriyentlarning ko'p qiynalayotgan joylarini tushuncha berib, ularga yordam berishga harakat qilib kelaman doim. Agar savol javobli chatlar ham o'tkazing deb taklif kiritsanglar, bu savol javobli chatlarni ham tashkillashtiramiz bundan buyon. Ha, rahmat. Yana kimda savollar bor? Marhamat, savollarni bersanglar bo'ladi. Qani? Mana mikrofoniga razрешение berilgan, bemalol xohlasalar to'g'ridan-to'g'ri savol bersanglar ham bo'ladi. Muvozanatsiz turini ham o'rgatib yuboring degan ekanlar Ma'mura. Muvozanatsiz turi endi menimcha muvozanatsiz turdan kelmasa kerak-ku. Kelgan aytgancha. Muvozanatsiz turi kelgan. Endi u kelgan qo'sh urug'lanish bilan birga kelgan. Adashmasam, qo'sh urug'lanishda endosperm bo'yicha kelgan. Uni mavzusini olimpiada savolida tushgan, uni ham hozir kim bergan ekan savolni? Hop, Ma'mura bergan ekanlar, muvozanasiz turini ham o'rgatib yuboring deb. Ma'mura, agar eshitayotgan bo'lsangiz, uni savolini topib kanalga tashlab qo'yaman. Xuddi o'sha tartibda. Uni ham qiyin emas. Masalan, mana bunaqa holat bo'ladi-da, muvozanatsiz turi. Tak. Tasavvur qilaylik, mana shu organizm bo'ladigan bo'lsa, bu diploiddan triploid holatga o'tib qoldi. Ikki xil bo'lishi mumkin triploid ham. Yo, mana bunaqa holat yoki bo'lmasam mana bunday holat bo'lishi mumkin triploid. Triploid deydi shuni. 3 ta birlashma bo'ladi. 2n holatdan 3n holatga o'tish bo'ladi. Gamet olish qanday bo'ladi? Gamet olish juda oson. Masalan, mana bu diploiddan biz ikki xil gamet oladigan bo'lsak, mana katta A alohida gametaga, kichkina A alohida gametaga tushadigan bo'lsa, triploiddan birozgina boshqacharoq gamet olamiz. Triploiddan bunday qilamiz. Bunday tushirib qo'yamiz. Gamet olish biroz boshqacha bo'ladi. Bu o'ynaki muvozanatli turdan farq qiladi. Ko'pincha nima desam endi muammoli vaziyatlar, chunki triploid holatda bilishim bo'yicha nima deydi? Ma'lum bir qonuniyat yo'q gametdan olish bo'yicha. Milliy sertifikatlarda ham faqat mana muvozanatli turi bo'yicha beryapti shuning uchun. Masalan, hozir gamet oladigan bo'lsangiz, gametlar soflik faraziga bu bo'ysunmaydi. 3 ta bir xil xromosoma bor, gametaga ikkitasi tushishi kerak. Yo, mana bunday holat bo'ladi. Katta A, kichkina A, katta A, kichkina A, keyin kichkina A bilan tushadi. Mana o'zi bilan o'zini chatishtiradigan bo'lsak, bu triploid bo'lib bizga
4n holatda berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun DTMda triploidlar, 5nlar, 7nlar bo'yicha savol kelmaydi. Lekin gamet olish tartibi mana shunaqa tartibda bo'ladi. Ikkita gametni tushirasiz. Chunki nima uchun ikkita gametni tushiraman desangiz, tasavvur qiling. Mana meyoz jarayonida anafaza 2 davrida anafaza 1 davrida mana bunaqa ediki, 3 ta xromosoma bo'lsa, tetradaga lekin ikkitasi qatnashadi. Mana ikkitasi qatnashyapti-da, bittasi qatnasha olmay qolyapti. Keyin bularning yelkalari uziladigan bo'lsa, bittasi bu yoqqa ketadi, bunisi bu yoqqa ketadi-da, bu yo bu tarafga ketadi, yo bu tarafga ketadi, farqi yo'q. Masalan, mana katta A bu kichkina A bo'lsin, bu ham kichkina A bo'lsin. Mana natijada bu qutbda hozir mana e'tibor bering. Gameta hosil bo'lyapti-ku. Kattalik kichkinalik qutb hosil bo'lyapti. Keyin u meyoz 2 dan keyin undan katta kichkinali gameta hosil bo'ladi. Bu tarafdan ham bitta kichkinali gameta hosil bo'ladi. Agar bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsa, katta ali gameta, kichkina ali gameta hosil bo'ladi. Ya'ni xulosa qilsak bo'ladi, bunga qo'shimcha ravishda mana bunday qilib yakka gametalar ham mana hosil bo'lish ehtimoli bor triploiddan. Mana meyoz yo'li bilan tushuntirib berdim. Agar triploidlarni o'zaro chatishtirsangiz, ham diploid, ham triploid, ham tetraploid organizm chiqib qolishi mumkin. Buni yana masallarni qidirib ko'raman. O'zbek adabiyotlarida yo'q bu. Masalasini topib sizlarga beraman. Agar shu ehtimoli bo'lsa, nasibda ko'rib chiqamiz o'sha may oyigacha bo'lgan sertifikat imtihonida. Gameta olish tartibi lekin shunday bo'ladi. Ikkita katta kichkina, bitta kichkina, bitta kichkinani o'zi jami 5 xil gameta hosil qiladi bunday holatda, triploidda. Ishlanishini tashlash kerakmi debdilar, 4900 ta olaman. Ishlanishini gruppaga tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Men o'zim ertagalikka mana biologiya savollari kanalida lekin ishlanishini tashlab qo'yaman. O'shanda agar to'g'ri qilgan bo'lsangiz, o'zingizda daftaringizga belgilab qo'yasiz. Agar xatoliklar bo'lgan bo'lsa, daftaringizda ko'rib, xatoyingizni ustida ishlasangiz bo'ladi bemalol. Agar ishlab chiqqan o'quvchilarimiz bo'lsa, kuzatuvchilarimiz bo'lsa, kanalga tashlasanglar, Innova biologiya kanaliga tashlasanglar, o'zaro fikr almashsanglar, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi, hammaga manfaatli bo'ladi. Qanday boshlashni bilmay o'tirgan o'quvchilar ham misol ko'rib, ertaga to yechim qilib tashlagunimcha, misol hammadan bir yakdil fikr bo'lib to'g'ri topib qo'yish mumkin. Xo'p, yana savollar bormi? Savollar bo'lsa beringlar. Agar savol bugungi darsimizni yakunlaymiz. Nasib bo'lsa, keyinchalik ertaga yoki indinga apros tashlayman, yana qaysi mavzuni kerakligi bo'yicha sizlarni talab va takliflaringizga binoan keyin nasib bo'lsa, yana yangi mavzuni o'tib beraman. Hammalaringizga rahmat, vaqt ajratib qatnashganliklaringiz uchun. Ertangi nasib bo'lsa darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.